Bizning navbatdagi bemorimiz Malika. Bu Qozog'iston Respublikasini Alma-Ata shahridan kelgan. Bu qizimiz bizlarga kelganda 3 oy oldin kelganda 40 gemoglobi bilan kelgan. Yo'g'on ichak nosufik yarali kalit diagnozi bilan asorati qon ketish, profus qon ketish hamda psevdopolipoz asoratlari bilan asoratlangan. Bemorimiz bizlargacha bir necha marta maxsus lecheniya olgan. Undan tashqari gormon terapiya, hatto puls terapiya ham olgan. Hech narsa yordam bermaganligidan so'ng bemor bizlarning klinikamizga keldilar. Bizlar bu bemorimizga 3 oy oldin laparoskopik kolektomiya operatsiyasini bajardik. Hozir bu bemorimizda 3 oydan so'ng esa proktoktomiya, iliostomani yopish, ingichka ichakdan qop, ya'ni to'g'ri ichak yasab, meditsina tilida aytganda rezervuar yasab, laparoskopik usulda rezervuar anal anastomoz qo'yish operatsiyasini bajardik. Mana operatsiyani bajarganimizga 5 kun bo'lganiga qaramasdan laparoskopik usulda bajarilganligi uchun bemorimizning ahvoli yaxshi. Qandaysiz? Yaxshi. Yaxshimi? Oldin qanaqa edingiz? Oldin jomon edim. Jomon edingiz, ha? Naslkada olib kelishdi. Naslkada olib kelishdi. Buni ko'tarib kelishdi. Mana alhamdulillah hozir ranglarini ham ko'ring. Ranglari ham bizanikidan ko'ra toza, xuddi sog' odam qanaqa bo'lsa, o'shanaqa odamdek. Nima kamchilik? Yaxshimi? Doktorlar qanday ekan? Yaxshi. Klinika qanday ekan? Yaxshi. Klinik zo'r. Zo'rmi? Sog' bo'ling, boshqa kasal bo'lmang. Mana bemorimiz endi soppa sog' bo'lib, hayotda qaytdilar. Inshaalloh Karim to'ylarini qilsak, keyin shu bilan sog' odamlar qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lib hayot kechiradilar. Sog' bo'ling. Sog'.